X muxlislariga 2025-yilda ishlab chiqarilgan 12 ming yurgan 6+ zo'r holatda chiqib qoldi. Qaranglar. 4 yumshoq baloni, tonirovka ruxsatnoma, 12 ming yurgan, kovri tashalgan, chiqol taqilgan, afishkalargacha metlaricha koja qilingan. Ko'pchilik bilan plastmassa ular. Hamma rasxod qilib qo'ygan. Aka aytayapti, bu 6+ emasmi, 8+ bo'lgan deyapti. 18+ bo'lib qolgan bo'lsa. Holati yaxshi. Mashina hech qanday rasxodi yo'q. Olasiz prosta minasiz. Shumkasi bor ekan. Bagajda bonusga kovrilar bor ekan. Sumkasi bor ekan, zapaskasi o'rnida turibdi. Holati yaxshi, hech qanday rasxodi yo'q. O paketdan nima desa bonus. Aylanasiga polnosti sensor datchik 6+ lyuklari bor. Motori. Bitta gaz qo'ydirib bo'laveradi. Nechta rasxod qilyapti? 7 ta 8 ta. 7 ta 8 ta rasxod qilyapti. 13900 mi? 14900. 14900 ga beraman 6+. Chaqashiga tegdim. Like bosib obuna bo'lasiz.